Amerikada sinfdoshlar bilan choyxonaga yig'ildik. Kelinglar, mana shu atmosferani ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Tanishinglar, bu bizning ustki kurugimiz. Har o'zimroq sen yana qimor o'ynayapsan deyman-a. Menga ham suzib turinglar, men hozir qaytib kelaman. Bu Malik, kuni faqatgina kayf bilan o'tadigan bola. Sizlarda ham shunaqa sinfdosh bormi? Bo'lsa atmetga qilib ketinglar. Bu Muhammad, menimcha bunaqa o'rtoq hamma kurugda bo'lsa kerak. Любой joyga borsanglar ovqat pishish xuddi shu bolaning zimmasida bo'ladi. O'zi ham ovqatlarni buzaveradi-da. Cho'tam, Nurik, kino ko'rurmasdan sal kurukkamda qo'shilib tursang bo'lmaydimi? Bu fizika ustozi Doniyor aka. Birinchi marta ustozni mo'ylovsiz holatda ko'rishim bor-ku. Tanishinglar, Abdulloh. Menimcha hamma kurugda shunaqangi bitta bola bor-da. Kurukka shu bola qizdirib beradi doim. Oldiga qizlarni olib. Bu Hasan bilan Husan. Vobshe dunyoni suv bossa ham bu bolalarga farqi yo'q bolalar bo'ladi. Xuddi shunaqalardan-da. Hammada eng kamida bitta shunaqa o'rtoq bor-da. Javohir, sevgidan kuygan tisha bo'ri. Qizi tashab ketganiga yig'lab siqilib ichib o'tiribdi. Bu emas, men bu bola Javohir. Bu Diyor, og'ziga nos tashlab olib, sekin odamlarga qanaqa yashashni o'rgatib o'tiradigan bolalardan. Bu videoni anchadan beri yig'la olmasdan yurgan sinfdoshlarga jo'natib qo'yinglar.